O'rtoqlar, bugungi videomizda men sizlarga juda ajoyib konkurs e'lon qilmoqchiman. Videoni o'tkazmay tomosha qilsanglar, konkurs shartlari bilan tanishib olasizlar va konkursda qanaqa g'olib bo'lsa bo'ladi, shu haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar. Unda biz videoni boshladik. O'rtoqlar, bugungi videomizda men sizlarga BNB Pexsite haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Videoni o'tkazmay tomosha qilinglar. Kirganinglarda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Videoga, ya'ni saytga kirishingiz uchun video ostiga описаниеda silka bilan kirib o'tasizlar. Sign up tugmasini bosasizlar va bu yerga username kiritasizlar. Elektron pochta yozasizlar va parollarni kiritib, kapchani terib, sign up tugmasini bosasizlar. Men profilimga kirib olaman hozir. Birinchi navbatda mana kapcha teriladi va profilimizga kirib olamiz. O'rtoqlar, birinchi navbatda sayt yangi kirgan foydalanuvchi bo'lsanglar, o'rtoqlar, mana shunaqa yashil ramkada sizlarda verify email degan yozuv chiqadi. Agar chiqmasa o'rtoqlar, birinchi navbatda setting bo'limiga o'tib, mana email verify degan joyini bosib qo'yishinglar kerak. Bu nima uchun kerak desanglar, pul chiqarishlarda muammo bo'lmasligi uchun kerak bo'ladi. Keyingi o'rgatib o'tadigan joyimiz o'rtoqlar, bu sayt darajalarga qarab sizga daromad qilib beradi. Ya'ni siz qancha ko'p daromad qilmoqchi bo'lsangiz, shuncha ko'p aktiv bo'lsangiz, sayt sizni shuncha qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni sizga ko'proq daromad beradi. Masalan, mana ko'rib turibsizlar, master uroveniga kelganingizdan keyin sizlarga 0.06 BNB beradi. Bu degani почти 7 yo 8 dollarni tashkil etadi. Claim tugmasini bosamiz. Hozir biz Stone urovenidamiz. Hozir bu saytga biz sarmoya kiritib, qanaqa pul ishlashni batafsil ko'rsatib beramiz. Xo'sh, birinchi navbatda o'rtoqlar, depozit kiritishimiz kerak bo'ladi. Hozir o'ylashingiz mumkin, bu yerga depozit bilan o'ynaladimi? Yo'q. Depozitsiz ham o'ynasanglar bo'ladi o'rtoqlar. Depozitsiz ham pul chiqarsanglar bo'ladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mani anchadan beri kuzatib yuradigan obunachilarim biladi buni. Ya'ni Trompik shunga o'xshagan saytlar ham pul kiritmasdan ishlasa bo'ladi. Kooperatsiya qilib olamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan adresni saqlanib oldik. Ya'ni bizda BNB, ya'ni Binance kashlogimizda pul bo'lsa, mana shu adresga pul o'tkazib olamiz. Mana o'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, почти 0.1 BNB bo'lgan, ya'ni balansimiz yaxshigina pulga to'latildi. Endi games o'yiniga o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bizning darajamiz hozircha umuman 0 da, ya'ni 4% Store o'yindan Iron uroveniga o'tishga harakat qilamiz. Buning uchun bizga ko'rib turibsizlar, 12 xil o'yin bor. Yo'q, 12 emas, 14 xil o'yin bor ekan. Bu 14 xil o'yinda biz taktikalar bilan o'yin o'ynaymiz. Masalan, dice o'yiniga kiramiz. Xo'sh, masalan, 100 bilan o'ynayman men hozir boshlanishiga. Xo'sh, buni 70 qilib olamiz. Ya'ni 1.40 qilamiz. Endi o'ynaymiz. Bir marta tutsak, 2 martaga oshirib o'ynaymiz. Mana yutdik va minimal summaga qaytamiz. Ko'rib turibsizlar, taktika juda ham oson. Xuddi shunaqa o'ynab keturasizlar. Masalan, mana shunaqa holat bo'lsa, yana bir marta dagon qilsanglar, sizlarda o'xshaydi. Mana bir ko'rib turibsizlar. Bitta yutyapti, bitta chiqyapti. Xuddi shunaqa qilib o'ynaverasizlar. Keyin o'rtoqlar, boshqa o'yinlarda ham o'ynashni tavsiya qilaman. Mana ko'rib turibsizlar. Srazi biz 5% ga o'zgardik. Men ko'pchilikga maslahat beradigan o'yinim bu dice o'yini, minus o'yini, ruletka va limbo o'yinlarini tavsiya qilaman.
Masalan, limboga stavkani, ya'ni darajani oshirishimiz uchun 1 qo'yib olamiz. 1 bo'lib hisoblanadi. Va 1000 dan qo'yib boshlaymiz. 500 dan mana. Yutuq. 3 marta, 4 marta o'ynab, hamma o'yindan o'rtoqlik 3 ta 4 ta o'ynanglar, chiqib ketinglar. Sizlar qancha ko'p o'ynasanglar, sizlarni vaqtinglarni olib qo'yadi va sizlarga yutqizishni yoqib qo'yadi. Shuning uchun ko'proq emas, kamroq o'ynab, sifatli o'ynab chiqib ketish kerak o'rtoqlar. Endi o'rtoqlar, men sizlarga bu saytdan pul chiqarishni ham tushuntirib o'tsam, mana ko'rib turibsizlar, bu yerda yozib qo'ygan, minimalniy pul chiqarish 0.2 BNB deb yozib qo'ygan, ya'ni biz 0.2 BNB bo'lganda chiqarib olsak bo'ladi. Bizning balansda hozir yaxshigina daromad bor. Men buni keyingi gal chiqarib ko'rsatib beraman. Keyingi videoda, ya'ni konkursimiz g'olibi aniqlangan paytda men sizlarga chiqarib ko'rsatib beraman. Bu yerda summani yoziladi. Masalan, maksimal qo'ysanglar mana yoziladi avtomatik va bu joyi adresinglarni kiritasizlar va kapchani terib visrafni bossanglar, sizlardan pul chiqib ketadi. Sayt ancha sodda va tushunarli o'rtoqlar, bemalol ishlasanglar bo'ladi. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Endi o'rtoqlar, konkursga keladigan bo'lsak, konkursimiz shartlari qanaqa bo'ladi? Hozir bir daqiqa. O'rtoqlar, xuddi shu videoning ostiga tushasizlar, videoga kirasizlar. Like bosib o'rtoqlar, kommentariy bo'limiga o'zingizlarning iliq fikrlarni yozasizlar. Masalan, omad, shunga o'xshagan fikrlarni yozib qoldirasizlar. Sizlar qancha ko'p komment yozsanglar, konkursimiz summasi, ya'ni konkursga qo'yilgan summa shuncha ko'p bo'ladi. Ya'ni konkurs summasini mana bu kommentariyalar sonidan aniqlab olamiz. Ya'ni mana hozir kommentariyalar 3 ta. Kommentariyalar, har bitta kommentariyaga men o'rtoqlar 2 so'mdan to'layman. Ya'ni misol uchun 5 kundan keyin yo 3 kundan keyin konkurs g'olibini aniqlayotgan paytimizda, mana masalan o'rtoqlar, bu video yuklangandan keyin 3 kundan keyin konkurs g'olibini aniqlaymiz. Ya'ni kim ko'p komment yozganini random saytga tashlaymiz. Yutgan odamga kommentariyalar sonidan 200 so'mdan hisoblab beramiz. Ya'ni 100 ta komment yig'sa 20 ming. 1000 ta komment yig'sa 200 ming, shunga o'xshab har bitta inson xohlagancha kommentariy yozish huquqiga ega. Xohlaganingizcha komment yozsanglar, sizlarda yutish imkoniyati oshadi ham, sizlarga konkursda beriladigan summa ham oshib boradi. Shuning uchun kommentariyalarni portlatib tashlaymiz o'rtoqlar. O'zingizlarga ishonaman. Hammangizlarga omad. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda qolishni davom etinglar. Kattakon rahmat.